Bu yolg'onchi dunyoda insonni ikki donagina chin do'sti bo'lar ekan. Bularning biri Alloh, ikkinchisi o'sha siz u bizni yorug' dunyoga keltirgan onalarimizdir. Alloh bizning ruhimizda parvona bo'ladi. Onalarimizchi hali tug'ilmasimizdan to o'zlari qabrga ketgunga qadar boshimizda parvona bo'ladilar. Ilohim, o'tganlarini Alloh o'z rahmatiga olsin. Tiriklarining umrlarini ziyoda qilsin. Yaxshi kunlarda, to'ylarda qo'llarini duoga ochib turganlarini ko'rish ko'p yillar nasib etsin. Bu dunyoda oqibat degan gap ham bor. Lekin oqibat bilan oqibatning ham farqi bo'lar ekan. Ona farzandiga beminnat oqibat qilar ekan. Farzandim mendan keyin qolsin, uni bo'ssin deb oqibat qilar ekan. Lekin farzandning oqibati omonat oqibat bo'lar ekan. Minnatli oqibat bo'lar ekan. Bugun bor, ertaga ko'ramanmi yo'qmi, kel endi ikki og'iz yaxshi gapimni ayamay deb oqibat qilar ekanmiz. Bugun kelib, ertaga ketguvchi mehmonga qilgandek oqibat qilar ekanmiz. Agar so'zlarimdan ko'nglingiz ranjigan bo'lsa, shu so'zlarimning isbotini borib qabristondan ko'ring. Hattoki o'sha qabr toshlariga ham jimjimador qilib minnat bilan yozib qo'yilibdi. Aziz farzandlaringizdan esdalik. Qarang, hattoki shu qabr toshini ham minnat bilan qo'yar ekanmiz. Uni biz qo'ydik deb qo'yar ekanmiz. Aziz farzandlaringizdan esdalik. Dunyoning yolg'onligini, dunyoning omonatligini, dunyoning bor yo'g'i 5 kunligini isbotlab ketgan insonga siz bilan mening estaligimda nima keragi bor? Aziz farzandlaringizdan esdalik. Gohida shu uchun do'stimizning ham qadriga yetamiz. Gohida yo'q. Gohida yarim tunda uyimizga kelamiz. Darvozani astagina ochib, hech kimga bildirmay kirib ketamiz deymiz. Lekin bizni kutib o'tirgan bedor onaizor kelganimizni qadam tovushlarimizdan emas, qalbi orqali sezadilar. Bir og'izgina, bor yo'q bir og'izgina so'z aytadilar. Bolam, keldingmi? Gohida mana shu bir og'izgina so'z ham bizga og'ir botib ketadi. Ha, onajon keldim. Uxlasangiz bo'lmaydimi? Yosh bola emasman-ku, deymiz. Ey azizlar, o'sha onaizor manguga uxlab qolganlardan keyin ona yotgan o'sha g'aribgina kulbaning g'aribgina derazasidagidan 1000 marta u yoqqa o'ting, 1000 marta bu yoqqa o'ting, tunda o'ting, tongda o'ting, o'sha nido eshitilmas ekan. Bolam, keldingmi? Hovlimizni to'ldirib to'ylar qilamiz, kazo-kazolarni chaqiramiz. Oldiga borimizni ayamay to'kib solamiz. Lekin ikkala ko'zimiz, ikkala quloqimiz, vujudimiz, borlig'imiz o'sha derazaga tikilgan bo'ladi. O'sha tanish chehra ko'rinarmikin? O'sha nido qayta eshitilarmikin? Bolam, keldingmi? Taqdirning taqozosi bilan yillar o'tib, yana o'sha darvoza oldiga yarim tunda kelamiz. Bek darvozaning oldida to'xtab qolamiz. Sababi esa oddiygina o'sha topganimizni qo'liga qo'shqo'llab topshirganimiz farzandlarimiz ham, jonimizdan ortiq sevgan yorlarimiz ham bizni yarim tunga qadar, tongga qadar kutib o'tirishga toqatlari yetmay uxlab qolar ekan. Ana o'shanda vijdonimiz uyg'onib qoladi. Ana o'shanda qo'llari qadoq mehribonimizni sog'inib ketamiz. Agar onangiz bu dunyoda bo'lsalar, ularni tiriklik chog'ida qadriga yeting. Onangizga vaqt ajrating. Bilib qo'ying, agar onangizga vaqt ajratmasangiz, vaqtning o'zi sizni onangizdan ajratadi.